Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Siz bilan Xuriya Anvar, Samakod asoschisi va albatta life coach. Endi qarangki, siz bilan bugun aynan tug'ilgan kun, oy, yil nima degani va Samakod, ya'ni mening akademiyamda nimalar ko'rib chiqiladi. Hozirgi zamonaviy texnologiyaga asosan aynan siz qisqa va sizga aynan shaxsiy sizga tegishli bo'lgan strategiyalarni olasiz. Ya'ni har bir hayot o'zi sistemadan iborat. Organizmda o'z sistemasi bor, ongda o'z sistemasi bor, hayotni o'z sistemasi bor va bu sistemani o'ziga yarasha qisqa, lo'nda strategiyasi bor ekan. Va aynan menda siz o'zingizdagi tug'ilgan kun, oyingiz, yilingizga asosan o'zingizda hayot tezdagi 8 ta jabhangiz bor. Birini olib tashlay olmaysiz. Mana o'ylang, bir pirog siz 8 taga bo'lib chiqasiz. Bittasi sizni karyerangiz, ikkinchisi oilangiz, uchinchisi shaxsiy rivojingiz, to'rtinchisi bu sizning yuksalish programmangiz, beshinchisi bu sizning pullaringiz, oltinchisi bu sizning qalb kasbingiz, yettinchisi bu sizning munosabatlaringiz. 8-inchisi bu sizning izobiliyangiz, ya'ni alximiyangiz, qanday qilib eng zo'r o'sishingiz. Mana shu jabhalarda o'rtada, markazda siz turasiz. Bilingki, sizda tug'ilgan kuningiz, oyingiz, yilingiz, bular sizga energetik manbalaringiz. Siz eshitganmisiz, har doim sizga o'zingizda manbalar, ichki resurslar deyiladi. Lekin biz energetikani qabul qilamiz va u energetikani manfiy va musbatda qabul qilamiz. Biz yo o'ta musbat bo'lishni istaymiz, yo o'ta manfiy. Aslida-chi, hayot sistemasiga ko'ra hayot oq-qoradan iborat. Ya'ni kechqurun ham bo'lishi kerak, biz uni inkor qila olmaymiz. Kunduzi ham bo'lishi kerak yoki kechasi bo'lishi kerak. Kunduzi va albatta yer ham bo'lishi kerak, qora, osmon ham bo'lishi kerak, oppoq. Xuddi o'shanday biz har doim minus bilan plyusni nimasida, markazida turishimiz kerak. Misoli, koordinat o'qida yoki bir miyamiz minusni qabul qiladi, chap miyamiz, o'ng miyamiz esa plyus energetikani. Mana shundan ham bilaveringki, biz energiyani qabul qilishimiz, aynan sizda tug'ilgan kuningiz, oyingiz, yilingiz bu energetika manbaingiz va uni plyus va minusi bo'ladi. Siz ongli yashashingizni bilishingiz uchun ularda rashifrovka, ya'ni o'zingizni kashf qilishingiz kerak va aynan sizga tegishli bo'lgan baxtli koordinatangizni yashashingiz uchun sizda strategiya bo'lishi kerak. Shuning uchun aynan sizga tegishli bo'lgan strategiyani yaratadi Samakod. Va albatta podpiska tugmasini bosing, murojaat